Üst birlik bir xiris emas, balki tashabbus. Abduxoliq Qara. Bu yozma Tangirtog köşəsində 2020 yılı 5 ayının 12 günü e'lon qilingan. Birlik və həmkarlıq cəmiyyətimizdə ən köp ta'kidlangan, ammo kengroq doirada reallıqqa aylanolmayotgan bir tema. Uyg'urlar uchun xizmat qilayotgan tashkilotlar orasidagi birlikning kamligi Uyg'urlarning ko'pinchisi inkor qila olmaydigan bir haqiqat. Buni Uyg'urlarla emas, Uyg'ur diasporasi haqida ozroq savodi bo'lgan chet elliklarmi osonla ko'rib yetaylik. Uyg'urlarga qiziqishi bo'lgan Turkiya turklari bilan paranglashganimda doim sen qaysi guruhga agizsan yoki tashkilotlaringiz nimishqa bir araga kelolmaydi degandek savollar uchrab turdi. Bundaq ajablanish tuyg'usida so'ralgan savollardan damalliqqa bir mansitmaslik his qilg'achqa, bo'linishning manbasini o'zlariga ittirib, Turkiyada siyosiy iqimlar ko'p, orasida farq cho'ng va ularning har biriga yaqinlashishni ishga oshirish uchun bizmi parcha-parcha harakat qilishimiz kerak. Ammo cho'ng masalalarda hammaylan bir ustal kelalaydi deb ta'na aralash javob bersammi, deganlarimga o'zimni ishinib ketolmayman. Chunki bir araga kelolmaslikning Turkiyadagi Uyg'urlarga xos emasligi, tashkilotlar orasida emas, balki nom shuhratning ta'minini tutib qolgan shaxslarimiz orasida mavjud ekanligi va bu ahvoldan Xitoyning ustulik bilan foydalanayotganligi hammamizga ma'lum. Birlik və həmkarlıq diasporadakı Uyğurlarning o'zaro qilishgan har siyosiy parangida tilga olmay və xursınmay o'tib ketolmaydigan bir temasidir. Tashkilot derneklarning har qadamiga sirtdan umid bilan diqqat qilib kelayotgan uyg'oq kishilarimiz tashkilotlar orasidagi birlik va hamkorlikning yetarlik bo'lmasligi sababidan umidlariga tushliq eng yaxshi unumga erishgil bo'lmayotganligini ko'rib, tittit bo'lmay tura olmaydi. Ammo shu tashkilot va derneklarning ichida tirishchanlik ko'rsatayotganlar tashkilotlar orasidagi bir araga kelolmaslik, yeklash, chetqiqish munosabatlar tufaylidan xalqning o'zlariga bo'lgan ishonchini yo'qotib qo'yayotganligiga hech diqqat qilmayotdi. Bu ularning fikrdoshlarini atrofiga to'plab, farqli ko'z qarash va tanqidlarga quloq yo'pirib yoki ularni dushman bilib yurganligining sababidan bo'lishi mumkin. Birlik tashabbusi yangi bir tashabbus, yangi bir fikr emas. Bu azaldan g'ayvat shaklida diasporadagi Uyg'urlar orasida doim tilg'ilinib turadigan bir temadir. Har bir uyg'oq Uyg'urning taqozzosidir. Yaqinda ziyolilarimiz tarafidan sunilgan üst birlik tashabbusi uzundan buyon Uyg'ur diasporasida davomlashib kelayotgan fikrlarning atrofli shaklda qalamga ilinishidan iborat xolos. Hozirga qadar sotsial mediada nurg'un tashabbus va fikrlar o'tirib qo'yilib, tartishilib keldi. Ammo üst birlik tashabbusi hammasidan bekroq kuchli to'lqin paydo qildi. Bu qitim üst birlik tashabbusining birdinlik kuchli g'ulg'uli paydo qilib ketishining sabablaridan biri doim ig'izlarda eqib yurgan bir masalaning ziyolilar tarafidan qalamga ilinishi bilan xalqqa bir umid uchquni bo'lib ko'ringanligidan bo'lsa kerak. Ya'ni bu yozmalar Uyg'ur tashkilotlari orasidagi ko'ngilsiz reallikni o'tirib tashlab, diasporadagi Uyg'urlarning uyushish taqozzosiga tarjimonlik qilib berdi. Ko'ngilni yerim qildig'ini shuki, ba'zi kishilar yaxshi niyat bilan o'tirib qo'yilgan bir tashabbusni o'zlari qarta bir xiris deb bilishdi. Uningga astoydil qarab chiqish, o'ylanish, ijobiy jihatdan inkos qaytarish o'rniga qalamga olg'uvchilarni qora niyat xoinlarga chiqarishdi. Üst birlik haqidagi yozmalarni o'qib chiqqan kishi shuni bayqab yetalaydi-ki, bu yozmalar hech bir zaman mavjud dernek tashkilotlarining kurash va tuhfalarini inkor qilmaydi. Faqat birlik va hamkorlikning ishga oshirilmaganligi, chetga qiqish xohishlarining mavjudligi sababidan shu anki vaziyat va xalqning talablariga yetarli darajada javob berolmayotganligini, tuzumlashish, xalqqa ochiq bo'lish jihatda yetarsiz qolganligini ta'kidlaydi. Mavjud dernek va tashkilotlar orasida hamkorlik o'rnatilib, bir üst birlik shakllantirishni tashabbus qiladi. Yozmalarda o'tirib qo'yilganlar bir plan yoki bir niyat emas, balki xalqning, hatto oilasidagilarning fojialik ahvoli uchun siz vatan suyarlarga o'xshashla yuragi har zaman ichib turgan ziyolilarimizning yaxshi niyatlik bir tashabbusidir. Tashabbus umum uchun o'tirib qo'yilgan har kimning foydalanishiga ochiq bir fikr bo'lib, agar qimmati bor bo'lsa, siz foydalansangizmi yoki qo'ldan keladigan boshqa birlar foydalansin bo'laveradi. Albatta buningga salohiyati bor ishning ahllari oldin o'ylashsa, eng aqlonliq bo'ladi. Har kimga foyda yaratadi. Agar amaliyotga qarshi yoki qimmatsiz bo'lsa, o'zligidan unutilib yo'qaydi. Her ikki ahvolda fikrlarga shu hamon o'qib hazm qilmayla, hujum qilib, uni tunjiqtirishga urinish buyuk dushmanimiz JKP g'ili yarishidi.
Yangi fikrlarni o'zlariga qarata xiris deb bilish, dushman bilish, uning qarshi keskin mudofaa oldiga o'tish, ziyoda ichki kavaklik sababidan shakllangan tartqizib qo'yish andisining yoki o'zininkini hisob biladigan diktatorlikning ifodasi. Tashabbus mazmunni o'qimasdilla o'ziga ziyonliq nima bor, foydali bo'lgan nima bor, analizni qilib ko'rmasdilla qarshi harakatga o'tish bo'lsa, ilmiy, siyosiy va boshqa har jihatdan pishib yetilmaganlikning ifodasidir. 2020 yılı 12 may Türkiye